Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligining navbatdagi mavzusini boshlaymiz. 22-23 mavzular Qarluqlar, O'g'izlar va Tohiriylar deb nomlanadi. Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. Demak, Qarluqlar yurtida mana bu joyga e'tibor beramiz. Poytaxtdan tashqari Jo'l, Navkat, Karmankat, Yor kabi shaharlar ham bo'lgan. Demak, mana shu joyga e'tibor beramiz. Jo'l, Navkat, Karmankat va Yor kabi shaharlar ham bo'lgan. Xo'p, endi Movarounnahr va Xuroson qismlarini arablar bosib oluvdi. Esimizda bo'lsa, lekin hali Movarounnahrning shimoliy va shimoliy sharqiy qismlarida hali arablar egallanmagan, lekin turkiylar yashaydigan yerlar bor edi. Mana shu yerlarda o'sha Qarluqlar, O'g'izlar yashagan. Dastlab Qarluqlar haqida to'xtalib o'tamiz. Bu yerda qadimgi Oltoyning g'arbida, Oltoy bilasizlar, o'sha Janubiy Sibirdan keyin boshlanadigan o'sha katta tog'ning nomi, o'shaning g'arbiy qismlarida. Undan keyin esa Irtish daryosining o'rta oqimida e'tibor beramiz. O'rta oqimida Qarluq deb ataluvchi turkiy qabilalar yashagan ekan. Ular 6-7 asrda turk xoqonligi tarkibiga kirgan bo'lsa, 8-asr o'rtalariga kelib turk xoqonligi parchalanib ketgandan keyin 8-asr o'rtalariga kelib Yetsuv o'lkasida o'zini davlatniga tashkil topishar ekan. 8-asrning o'rtalarida Yetsuv o'lkasida Qarluqlar davlati tashkil topadi. Demak, e'tibor beramiz 8-asr o'rtalari. Eski kitobimizda 8-asr o'rtalari bilan bog'liq bo'lgan o'sha tariqat 8-asr o'rtalarida Iroqda paydo bo'lgan degan ma'lumot bor edi. Shu joyga qaraymiz. Endi Qarluqlarning poytaxti Chu daryosining shimolrog'ida joylashgan Suyob shahri bo'lgan. Adashmasam bu shahar hozirgi Qozog'iston hududiga to'g'ri keladi. Qarluqlar davlati hukmdori Yabg'u yoki Jabg'u deb atalgan ekan. Qirol, hukmdor emas, balki Yabg'u yoki Jabg'u deyilgan. Endi 10-asr o'rtalariga borganda, ya'ni 950-yillar atrofida Qarluqlarning katta qismi islom dinini qabul qiladi. Qarluqlar davlati shimol va sharqdan Elsuvi daryosigacha bu chegaralari, demak chegaralariga alohida e'tibor beramiz. Shimol va sharqiy tomonda Elsuvi daryosigacha va Chigil qabilalari yaylovlarigacha borgan ekan. G'arbda esa O'g'iz yurti va Farg'ona, janubda esa Yag'molar vohasi va Sharqiy Turkiston bilan chegaralangan. Endi qanaqa eslab qolamiz? Shimol va sharqda Elsuvi, shimolda I harfi bor, Elsuvida I harfi bor, shunaqa deb. Sharqda esa Chigil. Mana bunisini eslab qolish osonroq. Mana g'arbda G harfi bor, O'g'izda G harfi bor va Farg'onada G harfi bor. G'arbda O'g'iz yurti va Farg'ona deb belgilasak bo'ladi. Xo'p, va janubda esa Yag'molar va Sharqiy Turkiston. Demak, buni yaxshilab yodlaymiz. Xo'p, keyingisi aholining asosiy mashg'uloti chorvachilik bo'lgan. Tog' jilg'alar bo'ylarida esa dehqonchilik bilan shug'ullanishgan. Sharqiy Turkiston va Movarounnahr bilan savdo-sotiq ishlarini olib borgan ular. Sharqiy Turkiston haqida aytib berdim. Bu hozirgi Xitoyning Uyg'urlar yashaydigan qismi Sharqiy Turkiston deyiladi. Movarounnahr esa bu hozirgi Amudaryo va Sirdaryoning oralig'idagi o'rtasidagi yerlar, ya'ni O'zbekiston va Janubiy Qozog'iston yerlari kiradi. Endi chetga asosan bu davrda jun va junviy mahsulotlar, xususan gilam, sholcha va namat kabilar chiqarilgan. 10-asrda Qarluqlar Movarounnahrning shimoliy hududlariga kirib kelishadi. Movarounnahrning shimoliy hududlari bu hozirgi O'zbekistonning shimoliy qismlariga degani va Zarafshon vodiylariga kelib o'rnashishadi. Shoch, Farg'ona va Zarafshon. Shoch bu hozirgi Toshkent atroflari. Farg'ona deganda faqat Farg'ona viloyatini tushunmasligimiz kerak. Bu davrda Farg'ona bu katta bir vodiyning nomi hisoblangan. Unga hozirgi Farg'ona, Namangan, Andijondan tashqari Qirg'iziston yerlari ham kirgan. O'sha joylar umumiy nom bilan Farg'ona deb atalgan. Va Zarafshon vodiysiga. Zarafshon vodiysini oldin ham tushuntirdim, yana bir marta aytib ketaman. Zarafshon vodiysi bu o'sha Zarafshon daryosi oqib o'tgan hududlar Zarafshon vodiysi deyiladi. U hozirgi Tojikistondan boshlanadi. O'zbekistonning Samarqand viloyati va Buxorodan to'g'ri oqib o'tib, Qashqadaryoning bir qismi bilan Amudaryogacha oqib boradi. O'sha joylar umumiy nom bilan Zarafshon deyiladi. Demak, mana shu joylarga kelib o'rnashibdi. Xo'p, endi Turk xoqonligi paytida yana bitta qabila bo'lgan. Bu
qabilani nomi o'g'izlar deb atalgan. O'zi hozirgi mana Turkiyadagi turklarning kelib chiqishi ham o'g'izlarga borib taqaladi. Turkmanlar, turklar, qoraqalpoqlar, ozarbayjonlar, bular barchasi o'g'izlarning avlodlari hisoblanadi. Endi o'g'izlar ba'zi manbalarda mana bu yerda aytib ketilgan g'uz tarzida ham arab fors manbalarida uchraydi. Guz tarzida, guz. Shu joyga ham e'tibor berasizlar. Endi xo'p, o'g'izlarning katta qismi o'sha turk xoqonligi parchalangandan keyin, turk xoqonligi bo'linib ketgandan keyin o'g'izlarning katta qismi Sirdaryo havzasi va Orol dengizi bo'ylariga kelib o'rnashadilar. Sirdaryo va Orolga. Ular 9-asr oxiri va 10-asr boshlarida o'g'izlar davlatiga asos soldi. Demak, 8-asr o'rtalarida bu Qarluqlar davlati tashkil topganda, 9-asr oxiri, 10-asr boshlarida esa o'g'izlar davlati paydo bo'ldi. Endi poytaxti Sirdaryoning quyi oqimidagi Yangikent shahri. Sirdaryoning quyi oqimidagi Yangikent shahri. Xo'p, demak, Qarluqlarniki Chu daryosi shimolidagi Suyob shahri edi. O'g'izlarniki esa Sirdaryoning quyi oqimidagi, e'tibor beramiz, quyi oqimi. Savollarda adashtirib o'rta oqimi, yuqori oqimi deb berishi mumkin. Siz quyiligini eslab qoling. Quyi oqimidagi Yangikent shahri o'g'izlar davlatining poytaxti bo'lgan ekan. 10-asr boshlarida o'g'izlar islom dinini qabul qilishdi. Xo'p. Demak, Qarluqlar 10-asr o'rtalarida qabul qilishgan bo'lsa, o'g'izlar esa 10-asrning boshlarida islom dinini qabul qilishdi. Demak, chalkashmaymiz, birinchi bo'lib o'g'izlar islom dinini qabul qilishgan ekan. Xo'p, endi 10-asrning ikkinchi choragi bu 925-yildan 950-yilgacha bo'lgan davr. Mana shu davrda deyapti, o'g'izlar davlati shimoliy sharqdan qo'zg'algan Qipchoqlar tomonidan qahsatkich zarbaga uchraydi va parchalanib ketadi. Demak, davlat qisqa yashagan ekan. 9-asr oxiri, 10-asr boshlarida tashkil topgan davlat 10-asrning birinchi choragiga kelib parchalanib ketyapti deyapti. Xo'p, mana shundan keyin juda qisqa vaqt yashagan o'g'izlar davlati bo'lingandan, parchalangandan keyin ularning bir qismi o'z yurtlarini tark etib Shimoliy Kavkazga yo'l olishadi. Shimoliy Kavkaz bu hozirgi Rossiyaning Astraxan shaharlari atrofi, Ozarbayjon hududlariga to'g'ri keladi mana shu. O'sha hozirgi Ozarbayjonlardagi ajdodlari mana shu vaqtda borib qolgan u yerga. Ikkinchi qismi esa Movaroun Nahrga ko'chib keladi. Ya'ni hozirgi O'zbekiston hududida ham o'g'iz tilida, laqchasida gaplashuvchilar bor. Mana misol uchun Xorazmliklar va Qashqadaryo, Samarqand, Buxoroda ham shu nimada gaplashadiganlar bor. Masalan, T harfini D deb aytishadi. Tosh emas, dosh deydi. Yoki K harfini G deb aytishadi. Keldim emas, geldim. Shunga o'xshagan shevalar hozir ham bor. Demak, o'sha paytda kelib qolgan ekan bular. Endi Movaroun Nahrga ko'chib boradi va Movaroun Nahrdan keyin esa ular yangi bir sulola Saljuqiylar bilan birgalikda, ya'ni Saljuq boshchiligidagi o'g'iz qabilalari bilan birgalikda Old Osiyo mamlakatlariga istilo qilish uchun yurish qilishni boshlashadi. Old Osiyo qayer? Old Osiyo bu hozirgi Turkiya, Armaniston, Ozarbayjon, Iroq, Suriya, Falastin hududlari bu Old Osiyo hududlari hisoblanadi. Xo'p, endi xaritadan ko'rsataman hozir shuni.